Yoshlik go'yoki bahorda po'raklab echilgan gulga o'xshash jazbidor va go'zal. Gerçi yoshlik bahori shuncha qisqa bo'lsa-mu, lekin go'zal arzu armonlar qo'yilganligi bilan to'liq qimmatlidir. İzdinish, tirishchanlik orqali hayot musofasiga o'l selish yoshlikni texmo go'zal ma'nolarga ega qiladi. Mana bu yigit ana shu go'zal yoshlik bahorini julalantirib, o'z orzusi yo'lida to'xtovsiz izlanayotgan Beijing Yeni Sharq ma'arif texnika guruhining davlat ingliz tili o'qituvchisi Nijot Hasan. Nijot Hasan 2016-yil 8-oyda Amerikaning Kornell universitetida o'tkazilgan xalqaro bas munozir musobaqasi Jongo o'ttir maktab komandasining mashg'ulotligiga tanlanish sharafiga muyassar bo'lgan. Bundaqda u bizga nima demoqchi? Kichigidan tortib yetildirgan tirishchanlik ro'yi uning qanday natijalarni yoritishiga turtki bo'ldi. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Beijing Shinhongfang ma'rif guruhining ingliz tili o'qituvchisi Nijot Hasan. Shunaqlam Enjoy English'dan qurg'uvchisi bo'laman. Men ingliz tilini 2003-yildan tortib o'rganishga boshlagan. Endi hozir qadar 14 yilda eshibdi. Bu jarayonda endi ingliz tilini o'rganish orqali hisobda meningki hayotimda cho'ng bir o'zgarish bo'ldi deb qarayman. Ayni chog'da endi men sinfda bir intayin oddiy bir o'quvchi sanaldim-da, endi bak cho'ng olaylikimi yo'q. Mush ingliz tilini o'rgangandan keyin nurg'un musobaqalarga qatnashdim. Masalan, mamlakatlik musobaqalardan bir 3-4 ga shu o'rta maktab vaqtimda qatnashib, olgan natijalarimni butun mamlakat doirasida oldingi 5 ning, 3 ning degandek ichida shuna yaxshi natijalar qo'l keltirgan. Shu tufayldimiki sinfdagi qiz savodoshlarimiz men bo'lgan shuna inkostlari yaxshi bo'lganiga mumkin. Ingliz tilini ham o'zimga bir yilqi intayin o'zimning qiziqadigan, yaxshi ko'rgan bir qiziqishim sutida o'rgangan bu nargiz bir yilqi dars sutida emas, balki o'zimning ko'nglimni ochadigan, o'zimni xush qiladigan bir narsa deb qaraydim. Barbara shu inglizcha o'rganish jarayonida men bir oliy maktabga chiqqan yilimdan tortib ingliz tili dars o'tishni boshladim. Hisobda 2008-yili. Hozir qadar mana 9 yil bo'lib qoldi men ingliz tili dars o'tish bilan shug'ullanayotganimga. Oliy maktab jarayonimda tunji yili mening oliy maktab o'qish pulimni ota-onam o'zi to'lab bergan. 2-yildan tortib men butunlay shu o'zimniki bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab, jiqqan pullarim bilan butun turmush chiqimim, oliy maktab o'qish pulim, shularni hal qilib nurg'un savodoshlar ingliz tilini o'rgangan vaqtisi bir voz kechishdan iborat bir ishga yo'liqib qoldi. Jiqballar yarim yo'l to'xtab qolgan. Chunki men o'zim dars o'tayotgan uzun bo'lgan ekan, bu jarayonda shu to'la tashlab, beshini qashlab, ko'zini yashlab yurgan bolalar az emas. Meningki endi o'quvchilarimni hozir qadar o'qitib boqqan bir 50 mingdan yuqori, masalan, shinal o'quvchilardan 50 mingdan ortiq savodoshlarga dars o'tib boqdim. Mushaqchi. Bu jarayonda nurg'un qitim ingliz tili darsini boshlab, tashlab, boshqa chiqarilmagan savodoshlardan ko'p. Hamda mendagi sir nima deganda, men bu ingliz tillargiz bir imtihondan o'tish uchun yoki bir sinoqlardan o'tish uchun unda o'rgangan emas. Hamda bu butunlay mendagi bir qiziqish tufaylidan o'rgangan til bo'lganlik uchun bo'lsa kerak. Hamda o'zi qiziqqan, o'zi yaxshi ko'rgan narsadan oson kishi voz kechmaydi. Ondan o'rganish jihatda to'g'ri usulni qo'llangan vaqtida balkim buningda yaratgan unum tezroq bo'ladi, yaxshiroq bo'ladi. Ondan voz kechishdanmi saqlangan bo'ldi deb qarayman. Shun balkim o'quvchilar birinchisi o'zininki haqiqiy qiziqadigan, qiziqmaydiganligini bilmasligi mumkin. Ikkinchisi o'rganish usulida bir masala bo'lsa kerak. Ondan uchinchisi hamda albatta har qanday bir ishni qilgan vaqtimizda uni izchil, uzluksiz davomlashtirish intayin muhim. Shu narsa billa berikkan vaqtida mencha til o'rganishda har qanday bir til o'rganishda muvaffaqiyat qozongan bo'ldi deb qarayman. O'zimmi 4 til o'rganib boqdim hozir qadar. Hammasida hamda mening o'rganish usulim balkim to'g'ri bo'lganlik uchun bo'lsa kerak. Xil yomon emas yaratgan unumlarim. Til o'rgangan vaqtisi o'zini shu xil muhitning ichiga kirish intayin muhim. Masalan, men ingliz o'rgangan vaqtim mening atrofimda chet ellik do'stlarim bilan jiq emas.
Onun üstüne maktabdagi kurumda olgan vaqtlarimda o'rgangan bo'lganligim uchun maktabdan sirtqa chiqib chet ellik do'stlarni tutish imkoniyatim unda cho'ng emas meniki. Ammo o'zimizda bir xil shu o'rganayotgan tilimizdagi bir tafakkurni yetildirish orqali o'zimiz mashq qilsakmi nurg'un narsalarni amaliyotda o'zimiz shu xil muhitni shakllantira olamiz. Masalan, ingliz tilida o'ylash kerak bu birinchisi. O'ziningki demoqchi bo'lgan, o'ylagan fikrlarini hammasini inglizcha o'ylasak bo'ldi. Ana ikkinchidan, masalan, ashuna muhit yaratish uchun masalan kino ko'rib berish, naqsha anglab berish, radio anglash bularning hammasi bir xil ingliz til muhit. Bu ikki narsani qilgandan keyin cho'qim bir do'rash kerak uni keyincha uchinchi bo'ladi. Do'rg'a vaqtida balkim shu anglagan, ko'rgan narsalarni haqiqiy bir o'xshash shaklda chiqargan vaqtida balkim so'zgan shu o'rganayotgan tili haqiqiy bir shaklda shu tilni bir native holatda shuna chiroyli yaxshi so'zlaydigan bir holatga yetish mumkin. O'rgangan vaqti endi 100 qillik muhim deb qarayman men. Bu til o'rganganlikda emas, har qanday bir ishda qancha qilinidan bo'lsa shuncha yaxshi natija qozonganlardan masalan bir qizvolni qo'llashga vaqtisimi shunami tirishqan qaraganda yuzining qilin bo'g'ini menga bekroq yaxshi. Hech kim ko'rmay tirishqandan tomdan keyin ko'tuli. Shunami? Ashqalarning qiziga udul berib 100 qillik vaqtsi anandan muvaffaqiyat qozonish nisbati sal yuqori bo'ldi. Xijil bo'lish ko'pincha bizningki olg'a ilgari to'sab qo'yilgan bir passiv omil deb qarayman. Chunki biz xijil bo'lgan vaqtimiz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan nurg'un ishlarga urinolmaymiz. Demak, urinishning o'zi sizning muvaffaqiyat qozonishingizning amaliyotda birinchi bosqichi. Siz birinchi bosqichni bosmay turib, eng oxirgi nuqtaga yetolmaysiz. Shuningcha bu yerdamda xijil bo'lganlik tufaylidan nurg'un fursatlardan mahrum qolgan odam imkon ko'p. Ammo qilliq tufaylidan nurg'un fursatlarga, nurg'un yaxshi narsaga erishgan odam ko'rmang deb qarayman. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qanchalik? Birinchisi. Ikkinchisi, sizda haqiqiy bir iqtidor bormi yo'qmi? Uchinchisi, sizning shu ishni bir sinab qilib boqqingiz bormi yo'qmi? Shu uchini yaxshi o'ylashga vaqtingizda agar o'zingiz men bo'ldi ekanman deb qarasangiz, kelsangiz tamoman bo'libmi Beijingdan qaydek bunday cho'ng shaharlarda odammi jiq, fursatmi jiq, odamga amiya muhtoj. Shuningcha mencha shinam sog'lashlarninki bakchiq o'ylashni ajdoq agar orzusi bo'lsa jiqroq chiqib ko'rib boqqandan keyin foydasi ko'proq deb qarayman.